Assalomu alaykum. Qadrdonlarim, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Boringlarga shukur. Mana hozir xamirni ham qilib bo'lindi. Baholasa endi undan chiqadigan nonlarni ham ko'rasizlar. Ungacha mushalkadan chiqqan xamirni nima qilish kerakligini ham bir ko'rib turinglar. Mushalkadan chiqqandan keyin salafonni o'rab 5 minut dam beramiz. Keyin nima qilib mushlaymiz mana. Xamir tashlagan, tingandan keyin. Oldin esasizlar buni qilishlarida. Bunachilar Kemitarda o'zi qoldirgancha naqshlarni eslaysizlarmi? Nima mana? Ana. Endi ishlagandan keyin to'ntarib yana ishlaymiz. Bitta konvert qilib undan keyin o'rgaymizmi? O, asrga ozon chaqirdilar. Bunu pastan tevaga orasak, shunlardan keyin o'raymiz hamma. O'zi ham 300 gram ham, 250 gram ham. Mana chiqaveradi, hamma bo'ladi aka. İsmingiz nima edi? Ilhom aka. Ilhom aka ekan. Nechinchi yil aka? 82. 82. Yapıyor. Stayın önce buradaki jarayon. Ama sarı oraya Orasanız ben tayyor, tamam. Sen hiç hop taşıysa. Gördüğünden. Aşını dumma hammer deydi o mesela. Ne bu işler için müşakkını işlatgandan keyin hammerni mushakkada qilasiz va aniq. Qo'lda qiladigan bitta shu marg'ilonni shu akamizga bizda Namanganda boshqa joylarda ham qo'lda qilinmaydi, endi mushakkada qilinadi. Mushalkadan chiqqandan keyin ham endi hamma kaslar meni yomon ko'rib ko'rishi mumkin. Mana mushlar o'rish kerak. Sababi yana ham kuch kiradi, yana ham sifat kiradi. Zo'rasi katta keladi. Mana katta sifatli non chiqadi. Bundan salafan o'ramaydi o'rashib. Qopda ham shiltiratib o'rmaydi. Ham hamini bo'shatib o'rmaydi. Bir xil tem to'shaydi qop. Salafan o'raydigan bo'lsangiz, unda ham tez achitadi, ham hamirni ichidan achitib o'radi. Shuning uchun shuni oldin ham olinglar bizatini. Endi mashg'ulotdagi ko'rpachani qisib yaxshilab o'rab o'rasiz. Endi biz ozgina tamaddiq bo'lib, endi non yopishni boshlaymiz. Ketdik. Hurmatli obunachilar, bu yerga bitta bir vakuumlik ham olib kelganmiz mana akamizga. Aka, joningiz sog' bo'lsin, gap yo'q. Akamiz mana hammasini yangidan boshlab beraman. Masla. Joni sog' bo'ladigan, xudo xolasa. Akamiz mana qiynalmaydigan bo'ldingiz-a. Shu paytgacha mana necha yildan beri qo'lda qilyapsizlar hamirni? 5 yildan beri. Yo'q, o'shandan bir mishalka olmadinglar. Yo'q. Malades. Yani sağolun. Mana hozir mishalkalar bo'ldi. Mana gaz balon, datchilik mana ha. Datchilik bo'ldi mana xudo xolasa. Tandirda ham xokaga mana gerilkalar ham tayyorlab bo'lindi. Mana gerilkalar. Undan ham tayyorlab bo'lindi. Endi xudo xolasa ba'da apparat bir vakuumli ba'da propan gaz datchilik reduktori bilan. Hamma yoq inshaalloh xudo xolasa spes bo'lyapti. Faqat duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. Bag'ga hozir uzib, bostirib yasalishi va yopilishlari xokada qanaqa non chiqishlarigacha sizlarga ko'rsatib boramiz. Shu non yasalgan o'rniga qo'yilsa, xudo xolasa. Bunga kompressorlari ham bor. Bu tokda ishlaymaydi, faqat havoda ishlaydi, qadrdonlar. Hozir endi yasalishini ham ko'ramiz bunda. Aka, xabarlarni qilib oldingiz, ha? Joningiz sog' bo'lsin, mana qaranglar, qadrdonlar, bu nima bu? San'at asari-ku, Allohning bergan ne'matida bu. Qadrdonlarim, bu akamiz jonlar sog' bo'lsin.
Aka, bo'yingizga shukr. Telefonam bemalolda. Ben botfor mashina Bering. Bemalol gap bo'lindi. Aka, yoningiz sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Aka, marg'ilon qayerdansiz? O'zidan, sentrdan siz. Agar mabodo shunaqa vizitlarimiz bo'lsa, xudo xolasa, bo'laveramiz. Qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, nomer bitta aytib o'taylik aka. 90 90 40 50. 90 290 40 50. To'g'rimi? Xo'p, qadrdonlarim, bu akamimiz mana shu mehmoningiz keladimi? Misol to'ylagan, yana boshqa bir marosimlar uchun ham bemalol nima qilsanglar bo'laveradi. Telefon qilib, ana shu nomerda Telegram, WhatsApp hammasi bor. Qadrdonlarim, murojaat qilishingiz mumkin. Haqiqatda insonni ishtahasi yo'q, inson ham ishtahasini ochib oladigan darajada men ko'rsatib o'tay. Endi haligi negativchilar aka buni ko'rmaganmisan deyishi mumkin-da. Endi biz kambag'alchilikdan chiqqan bo'lamiz. Qadrdonlarim. Buni endi hamma narsani hammamiz yeb ko'rganmiz, ko'rib ko'rganmiz, lekin buni bunaqa san'at qilib qo'yishlik ham alohida bir mahorat-da, qadrdonlarim. Mana qarang. Bu endi bu qanaqa guruncha endi aka bu? Cho'ng'arami? Bu kilasini shul bo'ladi buni? 70 ming, 60 ming. Spes bo'lyapti. Bolalarni qarang, bolalarni. To'yxonami? Ha, to'yxona bitdi-yu. Ha, o'choqda bo'lyapti. Qadrdonlarim, o'choqda. Joningiz sog' bo'lsin. San'atga gapsiz yo'q aka. Bu o'rtadagi qizil nima? U qizilchami? Drakon. Drakon. Idishimiz kichkinalik qildi. Ha, yo'q, gapsiz yo'q aka. Shundoq bo'lsa-da, odam ishtahasini ochadigan darajada bo'lib, ha? Hop. Qadrdonlarim, nochiligini boshlarni hozir baholasa kirib nochiligimizni endi boshlasak, endi chiqqan nomerdan ko'rib o'zingizlar fikr kommentariyada qoldirib va qolaversa Navoiy hamkasblarga bizni videoni tirkasini jo'natib qo'ysanglar, sahifamiz kengaysa, inshaalloh baholasa ichkarida o'z apparatni o'rnatishyapti. Bu tomonda hokada, bu tomonda mana kompressor, bir vakuumli apparatga mana akamiz manaqa yog'ochdan chiqqan paraqalarni yoqib, hokani ilashtirib, keyin noyob paraqalar. Mana endi hozir hokaga yordamchi bir qop hoka, obunachilar, bir qop hoka endi xotirjam 4 qop 5 qopga yetadigan holat bo'ldi. Endi buni bega olib kirildi. Bu yerdan endi xudo xolasa 5 qop 6 qopga xotirjam. 5 qop 6 qop deyman, adashib ketdim. Mana bittalik kirilganmiz mana hokanikida. 10 qopdan o'shiqqa yetadi inshaalloh. Hop. Akajonim, ko'ngil to'ldimi xudo xolasa ancha? Joningiz sog' bo'lsin. Shu kunni kutgandingiz-a, to'g'rimi aka? Gapsiz yo'q. Iloyim ishingizni o'ngdan bersin. Sizga baraka. Sizga rivoj. Ancha yillardan beri nasib qildi. Alloh razı olsun. Jamoangizni ko'rish, hunaringizni nima qilish. Ba'da do'stim, qiyomatli do'stim Alisher bilan kelganmiz oshdan. Albatta. Joningiz sog' bo'lsin. Issig'imda ham, sovuqimda ham shu oshdan yonimda. Joningiz sog' bo'lsin. Xullas, bir kilodan olib keling, Zuhur Malakoy, men bir bilay oldim dedilar. Menga ishonmadilar. Endi bugun buni san'atini ko'rsataman, o'zingizlar ham ishqiboz bo'lsanglar, bemalol murojaat qilaverasizlar. Endi boshladik qani yasashni. Qadrdonlarim, hozir zo'rladi mana. Zo'r yetishib keldi. Endi yasashni boshlaymiz. Ha, ukam, nima dedingiz? Ana ko'rpachasini olib qo'ying ustidan. To'shagini. Hop, mana ishlayapti. Ovozni ham ko'ryapsizmi? Xo'p bo'ladi aka, rahmat. Usta mayli. Joningiz sog' bo'lsin. Joningiz sog' bo'lsin aka, gap yo'q. Hop, hurmatli qadrdonlarim. Men bir vakuumli yasalgan nonni bir sizlarga ko'rsatmoqchiman. Qanaqa chiqayotganini o'zingizlar bir ko'rib guvoh bo'linglar. Olasiz, bo'ldi mana. Ben yasalgan ko'ring, sizlar yasalganni ko'rsatmay oshnasizlarmi? Qarang, bu qanaqa holatda turishini. Endi buni xudo xolasa, nonni ko'ramiz. Qanaqa chiqishini. Buni qilib bo'ldi, buni olasiz bo'ldi. Zo'r tindirib olsanglar bo'ldi, qadrdonlar.
Mojilar. Böyle olmaz. Qo'lda yasalganda 10 barobar emas, 100 barobar oson. Bitta vakuumli ham ish berilmaydi, qadrdonlarim. 3 vakuumli gapirmasangiz ham bo'laveradi. 3 vakuumli undan da zo'r. Evet. Duvarını ortasına qo'yilsa bo'ldi. O'rtasiga qo'ygani shoshlayapman. Qadrdonlar mana yopishi ham boshlandi. Xudo xolasa, o'g'ri tavakkal qilib ho'kada, propanda qanaqa chiqadi? Allohga ayon. Endi sababini boshladik, xudo xolasa. O'rtasiga un berish kerak dedingizlar. Ha, chaqirdim sizlar. Nima nasib? Ozgina berib qo'yaman. Qo'limda ozgina o'zi. Buni turadigan jihati bor-da. Gezini o'rtasi zo'r tepmayapti. Tepmayapmi? O'rtasida yo'q ekan, mana shunaqa ariqcha bo'lib qolmasligi kerak-da. O tayda yo'q-da buni. Ha? Tayda yo'q-da. O'shani aytaman, tagida yo'q ekan. Birazgacha pastlash kerak. Paslatish kerak emasmi? O yo'lingizdan paslatsiz bo'ladi. Adam pastlatsa Qanday bo'ladi? bo'ladi? Ba'dan pastlatib qo'yadi. Siz ba'zan paslatib o'tasiz. Ana. Ya. Anlaram zo'r ekan, eng qizig'i. Xotirjam. Boshqa olaman deyish yo'q. Ha, qanday video yana mo'g'ul chiqmaydi. Ortasına siz çevirirsiniz böyle. Şimdi şunu ters işlemi falan sizden. Atrafına işlemi. O'rtasi. Qadrdonlar apparatda yasalgan nonni ana yopishtirib bo'lindi. Xudo xolasa mana chiqayotgan jarayonlar. O'rganmoqchi bo'lganlar bemalol murojaat qilishinglar mumkin. Xudo xolasa o'rgatgan ham bo'lamiz. Qadrdonlarim, propan gaz o'rtada hoka. Endi non pishayotgan nonni ko'ryapman. Sizlarga aytayotgan apparatni qolipida o'zim shaxsan bir vakuumlikda yopdim. Bir vakuumlik shunchalik sifatli. Agar 2 vakuumli, 3 vakuumlikni ishlatiladigan bo'lsa, non ishining portlab boradi. Gezni ham u darajada asli sifatga javob bermaydi. Lekin shu holatda ham chiqazilar. kanallar. Gezni 10 barobar sifatga javob bermaydi, lekin baribir harakat qilindi, oshna. Shu holatda ham. Mana hozir 70 dan yopildi. Uzeva do'stlar. Ana endi xohlasa o'zi chiqqanimiz ham endi birinchi tandan oqargan, beri tishlashi aniq. O'ng tomoningdan uzeva boshla. Orqa bermitmi yaxshi? Yo'q, beradi. Bog'da o'ng tomon manaqadagilarni o'ziga yoshni. Mana qadrdonlarim. Mana chiqayotgan sizga non. Mana aka non. Nada zot nima edi? Rustamjon aka.
Nonni ko'raylik. İşte böyle tuvalleri opelaydı. Bu dizmi, şu gezneniga attımı sizga yopishmaydi dedimi? Qaysi qaysi biri siqadi? Ona. Nima gelsa. Aytama. Qara qara. Mana rangi. Mana sizga mana oladi. To'rt xil unda. Qadrdonlarim eng past unlarda chiqayotgan nonlar mana. Aka gapirmayapsiz ham, uka yoqmadi, yoqmayotgan bo'lsa aytavering, men obunachilar bilsin-da. Akamga yoqmadi, o'shanga indamayapti deydi bir postda. Kommentariyada. Mana obunachilar mana. No, to'g'ri. Aka. Terib tursangiz, men videoga olib turaman. Siz aka. Joni sog' bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin, gapiring. Sizlar xursand bo'lsanglar, bu yerma yaxshi kayfiyatda ketaman. Har no, to'g'ri. Joni pastlik. Ha, jicha. Chekkasi yog'liq to'liq tushiring do'stim. Yo'q, anaqa. Tandir orqaga oqarganda shuning uchun iloji yo'q tishlar. Hech ketma ana. Bergan apparatni chiqindi havosini qo'yib qo'yganmiz. Qani kattasidan nima qilsa bo'ladi? Nima? Kattasini ishlatsa bo'ladimi? Xo'kanik, hu. Ha? Xo'kanik. Mana uni aytaman. Mana sal Kesin. U xo'kanik. qaysi? Mana bu. Ya biz chiqadi, sekin. Mana edi boya. Bermasda. Qadrdonlarim barchaga Alloh rozi bo'lsin. Mana ko'rdinglar. Endi birinchi tandir oqarganda shuning uchun tishlaydi. Ikkinchi tandirdan tishlamaydi, ha aka? Yo'q, chiqmaydi. Birinchi tandir shu oqarsa libboy tandir tishlaydi-da, iloji yo'q. Bu yerga ham mana o'rnatib, apparatimiz bir vakuumlayni ham ishlatib berib, ham hunar o'rgatgan kelganman. Sizlarga ham shu xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, qayerdan bo'lishingiz qat'iy nazar aloqaga chiqishingiz mumkin. Inshaalloh qo'ldan kelganicha o'rgatib berib kelamiz. Yoningizda sog' bo'lsin, boringizga shukur. Sog' bo'linglar. Mana endi datchigini ko'rsatib turibdi. Mana hozir уже saltam 0 ga